ayolni haqqi degan narsa bor. Ayolni o'zini erida haqlari bo'ladi. Ko'pchilik bu haqni faqat moddiyat bilan bog'laydi. Yana bitta narsa yetib o'tishim kerak. Mana shu muhim mavzulardan bittasi. Men o'zimni tajribamdan ko'rayotgan narsalarimdan bittasi. Mana ayolni haqqi degan narsa bor. Ayolni o'zini erida haqlari bo'ladi. Ko'pchilik bu haqni faqat moddiyat bilan bog'laydi. Ya'ni yeb ichishing bor, maosh olib berganman, hamma narsang bor, uying bor, nima kerak yana senga deydi. Ko'p ko'rganman. Hattoki ayrim ahli ilm domlalardan eshitganman, shu ma'ruzalarda eshitib qolaman qoldi. Shukr qilish kerak, uy yaxshi bo'lsa, anaqa yo'q, gap uyda emas, gap mashinada emas, gap pulda emas, gap munosabatda. Siz ayolni bir chiroyli qush deb oladigan bo'lsak, uni masalan eng qimmat qafasga qamab qo'yganingiz bilan o'zini qafasdek his qiladi. Unga e'tibor bermasangiz, u bilan gaplashmasangiz, uni qiziqishlari bilan qiziqmasangiz, uniga erkak bo'lib turib, ya'ni juxti haloli bo'lib turib, siz munosabat bildirmasangiz, u nima qilish kerak? Bilasizmi? Mana shu yerda ayolning juda katta haqlari. Masalan, ayol bitta haqlaridan bittasi bu eriga erkalanish, noz karashma qilish. Sal hozir bitta ayol eriga erkalik qilib noz qilib ko'rsin, erkak kishiga g'alati bo'lib ketadi. Nima qilsan deydi. Yoshingga yarasha narsa qilsangchi deb qo'yadi. G'alati. Nima uchun? Mana shu oddiygina ayolni haqlarini ado qilinmasligi, ayniqsa mana ko'p ko'raman. Soqollarni qo'yib, taqvodor bemorlar keladi. Ayoli nevroz bo'yotibdi. Nevrozdan qaltirab o'tiradi. O'zicha namozxon u, taqvodor. Lekin shu odam bilmaydi. Ey, eng katta senga berilgan omonatga nisbatan xiyonat qilsan. Mana shu senga berilgan ayolga munosabatingga qarab sen baholanasan. Yuzim, men ko'p ko'raman. Men aytaman ochchasiga. Hojaka deyman, bu nevroz bo'lib qolibdilar. Munosabatini so'rasangiz hayron qolasiz. Ani diktatorskiy munosabat qiladi-da, ani maniki bo'lish kerak. Umuman ayolni fikri qiziq emas, uni dunyo qarashi qiziq emas, uni anaqasi qiziq emas. Unaqa bo'lish kerak. Shu bechara shu mashina o'tirish kerak. Yo'q, unaqa emas. Ayol eng erkalanish kerak bo'lgan, eng noskarashma qilish kerak bo'lgan, eng o'zini erkin tutish kerak bo'lgan yagona inson, yonida erkin tutishi mumkin bo'lgan yagona inson eri bo'lish kerak. Erini oldida u yoyilib o'zini tutish kerak. Bildingizmi? Ko'chada mayli yig'ilib yursin, lekin erini oldida shunda eng erkatoydek bo'lish kerak. Ana shu to'g'ri munosabat bo'ladi. Ayolingiz bor joy sizga vatan hisoblanadi. Yana ham bir majoziy ma'noda ayol vatan deyiladi. Ayolga xiyonat